Hurmatli obunachilarimiz, kolxozdagi 517-magazin yopilish munosabati bilan sizlarga bombastik aksiyani ko'rsataman. Hurmatli obunachilarim, ko'rib turgan mana shu ko'ylaklaringizni barchasi aksiya narxida 100 ming so'm. Hurmatli obunachilarim, onajoningizga tug'ilgan kunlarini kutib o'tirish shart emas. Ko'rib turganingizdek, mana shunaqa ajoyib ko'ylaklarimiz bundan oldin 1,300,000 dan sotilgan bo'lib, hozirda aksiya narxida 499 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Hurmatli obunachilarim, ko'rib turganingizdek, mana shunaqa asal koftalarimiz Samsara brendi ostida atigi 199 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Kачество bomba. O'tda yonmaydi, suvda cho'kmaydigan kачествоda. Hurmatli obunachilarim, eng zo'r sifatli dvoyka troykalar faqat shu do'konda. Bu ko'ylakni asalligini qaranglar, kачествоsi bomba, Turkiyaniki. Bularni barchasini siz aksiya narxida xarid qilishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, do'konimizni yopilishi 15-oktyabrgacha tezda ulgurib qoling. Barcha tovarlar aksiya narxida, o'zini narxidan ham arzon olishingiz mumkin. Hammasi Turkiya mahsuloti. Hurmatli obunachilarim, bu chiroyli asal dvoykalarni ham o'zini narxidan arzon olishingiz mumkin. Hurmatli obunachilarim, mana shunaqa asal ko'ylaklarni siz bundan oldin 1,300,000 dan olgan bo'lsangiz, hozirda bu do'konda aksiya narxida 500 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Hurmatli obunachilarim, buni asalligini qaranglar. Yangi kelinchaklar uchun juda ham hamyonbop tanlov. Buni siz aksiya narxida 499 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Asal ko'ylagimizni qaranglar. Buni kiyganda malikalardek bo'lasiz. Buni ham aksiyada suv tekin narxda xarid qilishingiz mumkin. Hurmatli obunachilarim, buni men o'zim 55 dollardan olganman. Qaranglar, Vuma firmaniki. Hozirda aksiya narxida 499 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Juda ham chiroyli, kачествоsi вообще zo'r. Qizlar bemalol tezda kelishlaringiz mumkin. Narsalarning soni kam qolgan. Bizning manzil Kolxoz bozor 517-magazin. Qaranglar, bitovoy texnikaning birinchi darvozasidan kirganda to'g'rida mana shu do'konga kelib narsalaringizni xarid qilishingiz mumkin.